chiqqanda bo'lmasam bo'lmaydi, menga yordam beringlar. O'zbek-qirg'iz chegarasidan o'ta olmayotgan bu ayol O'zbekistonda yashaydi. Uning 6 yashar bolasi kecha vafot etgan. Chegara yopiqligi sabab ayol o'z farzandining janozasiga bora olmayotganidan o'kinadi. Kecha 15-ga o'g'lim nima bo'lib qoldi. Shunga sirojni bormasam bo'lmaydi, suvga tushib cho'kib bo'lib qolgan ekan. Shunga olam telefon qilib keldi. Men bugun yo'lga chiqqanda bo'lmasam bo'lmaydi, menga yordam beringlar. Cho'kib bo'lib qolgan ekan suvga. Men hech qayerga yozdirganim yo'q. Hozir bu yerdan eshitdim, yozdirish kerak ekan dedi, ochratuvchi kerak ekan dedi. Men bu ochratuvni kutolmayman, bolamni ushlab o'tiribdi uyda onam. Chiqarmasdan kelib hech bo'lmasa jasadini bir marta ko'rgin deb. Iltimos yordam beringlar menga. Men bo'lmasa bo'lmaydi. 17-iyun kuni O'zbek-qirg'iz chegarasining Do'stlik chegara punktida uyiga qayta olmayotgan 50 dan ziyod o'zbekistonlik to'plangan. Ulardan biri O'shning Aravon tumanidan Namanganga turmushga chiqqan Sadoqat Mamatova. Sadoqat Qirg'izistonga o'tgan payti koronavirus sabab chegaralar yopilgani bois uyiga qayta olmadi. O'zbekistondan kelgan payti homilador bo'lgan Sadoqat 1 oy avval bolasini ham Aravonda tug'di. 3 kundirki Sadoqat chaqalog'i bilan chegaradan o'ta olmay ovora. Namangan shahriga turmushga chiqqanman, 1 yil bo'ldi. Farzandimiz kirdi-chiqdiga kelganimda kirgizishmay qo'ydi u yoqqa. Keyin shu yoqda tug'dim, jiladim. 1 oylik bo'ldi, mana hali chillamiz chiqqani yo'q. O'tiribmiz, 3 kundan beri o'tolmayapmiz. Uydagilar bilan gaplashyapsizmi? Uydagilar bilan gaplashyapmiz. Dokumentimizni 1 oyga kladishga qilib berdi, vatanga qaytish guvohnomasi. Shu 1 oy ichida biz hozir karantin hisobida kuyib qolamiz agar hozir tezroq o'tib ketmasdan 1 haftaning ichida. Shunga iltimos qilamiz, o'tkazib yuboramiz ya. Buxorodan Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan Zilola Qo'chqorova esa 10 kundan beri chegaradan o'ta olmayapti. Men 10 kundan beri turibman. Ketganidan 9-silga uspet qila olmasam o'tkazib yuborishmadi. 20 minut kapazat qilding deb manshet topib qolishdi. O'sha kundan beri manshetdaman aka. Pul yo'q, joyimiz yo'q. Kvartiraga boramiz, kvartiradan kelyapmiz, shunga ham pul topa olmayapmiz hozir. Yotishga даже joyimiz yo'q. Asli o'zim Buxorodan. Bu yoqqa turmush qilganman. Lekin ruxsat yo'q. Sharoitimiz mana shunday bo'lyapti. O'zimiz fuqaromiz, o'zimiz kira olmayapmiz. Boshqa davlat fuqarolari hammasi olyapti o'z fuqarosini. Lekin qiynalib ketdik. Homilador ayollarimiz bor, mana bolalik, yosh kelinlarimiz bor, yosh katta ayollarimiz bor. Bironta bizni so'rab kelmayapti, so'ramayapti dardimizni. Oya portalga ham chiqdim dedingiz? Chiqdik. Hammasiga javob yo'q, atvet yo'q. Biz hal qilmaymiz deyishyapti hamma yoqda. Даже posolstvoga chiqqanmiz. Ko'rib chiqinglar, yordam qilib boringlar deganimizda, yo'q, biz hal qila olmaymiz degan gap aytdi posolstvodan ham. Boshqalarga chiqyapmiz, boshlig'iga chiqyapmiz. Ko'rib chiqishyapti, shunday bo'lyapti. Har kuni shu gap. Qiynalib ketdik. Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lgan Matluba Qobiljonova ham chegara yopiqligi bois uyiga qayta olmayapti. Matluba 1 haftadan beri kasalxonaning jonlantirish bo'limida yotgan erining oldiga bora olmayotganiga norozilik bildiradi. Farg'ona shahriga turmushga chiqqanman. Oilam o'sha yerda. Xo'jayinim og'ir ahvolda reanimatsiyada yotibdi. O'tkazishmayapti meni. Spiskaga tushganing yo'q hali deyapti. Kechada uchastkovaga kirsam ham o'sha gapni aytdi. Posolstvoga murojaat qil deyapti. Oilam o'sha yerda 3 oydan beri ko'rganim yo'q oilamni. Xo'jayinim og'ir ahvolda desam ham tushunishmayapti. Shunga yordam bersin iltimos. Nahot o'zimni uyimga o'ta olmasam. Xo'jayinimni qaragani ham ayoli kerak. O'zi tushunasiz. Shunaqa o'g'lilarim bor, endi o'g'lilarim o'g'il bo'ladi. Qizim yo'q. Shu qarigan enasi bor. O'tkazishga yordam bersa yaxshi bo'lardi. Homiladorligini aytgan bu ayol ham 10 kundan beri chegaradan o'ta olmayapti. O'zbekistondan kelganmiz, baqa kelin bo'lib tushganman. Endi hozir O'zbekistonga ota-onam mazasi yo'q, o'zim homiladorman. Ba'zan bo'lmayapti. Endi o'taylik desa, mana 10 kundan beri yuribmiz. Pulimiz ham qolmagan, yotishga joyimiz yo'q. Yeyishga narsamiz yo'q. Chegaradan o'ta olmayotganlarning aksari O'zbekistonga kelin bo'lgan qirg'izistonliklar. Ular pasportiga kirdi-chiqdi muhrini bostirish tartibi sabab Qirg'izistonga o'tgan va chegara yopilgani uchun O'zbekistonga qayta olmayapti. Senlar O'zbekistonga kerak emaslar ekan, o'tkazmaydi ekan, hamma kelib aytayapti, bor o'tamiz desa.
biz o'tkazib olamiz, O'zbekiston senlar qabul qilmayman deyapti. O'tkazishsinlar rostdan. Mana yerda chaqaloqlar yuribdi mana. 1 oylik bo'lgan chaqaloqlar. Optoda salqinga olib borib o'tishmayapti deyapti. Ular buyog'i o'tma deb. Nima opto o'tib, dam o'tib ketmaydimi go'daylarda? O'tkazishsinlar. Menga ham 4 kun, 5 kun bo'lyapti mana shu yerda. 5-6 kun bu qizni ham kelganiga. Har kuni kelyapti. Har kuni o'tirib biz kvarplata to'lab yashayapmiz, qonimizga olib yeyapmiz. Qachongacha o'tiraylik? Mana go'daygim. Meni ham bitta bolam o'g'lim ashada qolib ketgan. Chegarada turganlar hisob-kitobicha hozirda O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lganlar umumiy soni 150 dan ziyod. Ular orasida moddiy imkoni borlar chegara yaqinidagi uylarda ijaraga yashashmoqda. Imkoniyati yo'qlar esa chegara oldida joylashgan bozorchadagi savdo rastalari orasida yotishga majbur bo'lyapti. Pulimiz yo'q. 5 kundan shu yerdamiz. Kvartiraga yotaylik desa, qonimizga pul yo'q. Qiynalib ketdik. Nima yeyapsizlar, nima ichyapsizlar, qanday olyapsizlar? Shu endi xalq bizga yordam beryapti. Ekson turishdi, 1-2 marta shuni hisobida nima qildik. Andijonlik Yo'ldosh Mirza Yo'ldoshevga ko'ra, yordam so'rab O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasiga qo'ng'iroq qilgan. Biroq bundan biror natija chiqmagan. Kelganiga mana bugun 3-kun. Keyin O'zbekiston Respublikasini Qirg'iziston Respublikasi posolstvuga kecha ilgargi kuni 2 martadan telefon qildim, kuniga 2 martadan telefon qildim. Aniq va taniq javob ola olmadim. Ular aytayaptiki, biz Toshkentga dapros jo'natganmiz dedi. Biz ham kutyapmiz dedi. Yarim soat, 1 soatdan keyin qo'ng'iroq qiling qaytib dedi. 1 soatdan keyin telefon qildim. Nima bo'ldi desam, bu bo'lmadi. Andijonda joy yo'q ekan, ro'kach qilib go'shani qo'yib qo'ydi. 6 ish vaqti 6 bo'ldi. Undan keyin telefon butunlay o'chirib qo'ydi. Yana kecha telefon qildim. Nima bo'ldi dedim. Desam, ular aytdiki, Andijonda biz shu vazirlar mahkamasiga nima jo'natdi dedi. Hali nima dedi? Xabar yubordi dedi. Qachonki shular qaror chiqarib nima qilsa keyin nima qilamiz dedi. Bizda keyin men aytdim, yuqori tashkilotlarga nima qilsak bo'ladimi dedi. Xohlasanglar dedi, prezidentga yozinglar, xohlasangiz vazirlar mahkamasiga yozinglar dedi. Andijon toki sizlar joy bo'lmaguncha dedi, sizlar O'zbekiston emas o'tkazmaydi dedi. Do'stlik chegara punkti rahbari Subatay Ismanaliyevga ko'ra, chegaraga to'planganlarning O'zbekistonga o'ta olmayotganiga Qirg'iziston tomonining aloqasi yo'q. Do'stlik ko'zamol o'tkaruv punkti orqali hozirgi uchurda O'zbek Respublikasining jarayonlarini hozirda O'zbekiston vatandoshlariga do'stlik nazorat o'tkazish punkti orqali Qirg'iziston Respublikasi davlat chegarasidan o'tishga hech qanday cheklovlar qo'yilmagan. Biroq O'zbekiston Respublikasida koronavirus sabab shtab tuzib, algoritm ishlab chiqilgan. Shu algoritm sababli O'zbekiston Respublikasi o'z vatandoshlarini vaqti bilan qabul qilmoqda. Ular chegaradan o'tganlarni karantinga yotqizishga o'rinlar tayyor bo'lganida bizga xabar beradi. Xabar berilganidan so'ng biz O'zbekiston vatandoshlarini o'tkazyapmiz. Biroq yana bir bor takrorlayman. Qirg'iziston Respublikasi tomonidan O'zbekiston vatandoshlari va boshqa xorijliklarning Qirg'iziston Respublikasidan chiqib ketishiga hech qanday cheklov yo'q. Qirg'iz Respublikasidan chiqib ketishiga hech qanday cheklovlar qo'yilgan emas. Chegara rasmiysiga ko'ra, O'zbekiston tomoni bir hafta avval do'stlik chegara punktini ochgan va o'sha paytda o'nlab o'zbekistonlik uyiga o'tishga muvaffaq bo'lgan. Yana qachon chegara ochilishi faqat O'zbekiston tomoniga bog'liq. O'zbekiston chegara rasmiylaridan bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.